Ayniqsa shu 2000-yillarda o'zim doktor bo'lib Samarqandda ishlayman. Ozgina qo'shimcha foyda bo'lishi uchun o'sha aptekada ham ishlardim. Aptekani ozgina tarqatib, pulni topib shunaqa qilib yuraman. Juda ham kam pul bo'ladi. Shunda bir Toshkentga kelganimda, dori-darmon olib ketaman deb kelganimda, hamma pulimni o'g'irlatib qo'ydim. Toshkentga kelganingizda birinchi hozir esimga tushib ketdi, shuni aytsangiz. Men ham bir marta olib kelgansiz Toshkentga. Keyin aptekaga kirib ketgansiz, men qo'limda pulim bo'lgan, 5 so'm, 6 so'm pulim bo'lgan. Keyin magazinga kirib chiqa qolsang degansiz. Magazinga kirib bundoq qarasam, nima olsam ekan, shirinlik olaymi, shirinlik olsam, uni faqat o'zim yeyman. Uyda bolalarim bor, Anonigor bor edi unda. Keyin o'sha paytda qiyin bo'lgan ekanda, masalan, bitta savonni bir haftaga yetkazishim kerak bo'lardi. 1 litr yog' bir haftaga yetish kerak bo'lardi. O'sha qo'limdagi pulga 2 ta kirsovun berar ekanda. 2 ta kirsovun bilan qaytib ketganman-da, shu hech ham esimdan chiqmaydi. Shuning uchun men hamma narsaga shukr qilaman.